nahotki temir eritayotgan bo'lsa. Ha, men bu hidni hech qachon unutmayman. Issiq, qaynoq, xuddi toshdan qutulayotgan sehrli bir mo'jizaga o'xshaydi-ya. Hozir hammasini yeb qo'ygan bo'lardim-a, lekin xo'jayin menga ruxsat bermaydi. Xo'jayinim Stiv esa juda ham buyuk odam. U meni juda ham yaxshi ko'radi. Yana Bobikni ham, hatto yana Xurionini ham bo'lsa kerak. Jinursan, hozir elitram sinishi mumkin edi. Salom jinnilar, mensiz zerikib qolmadinglarmi? Cho'chqa go'shi nima qilyapti? Men bu yerda qola olmayman. Tinchgina fermaga borganim yaxshi. Salom, Golem. Janob Stiv, nima? Men biroz temir yesam bo'ladimi? Bu yer temir koniga o'xshaydimi, uyga emas. Nima? Bu temirni o'ngga yoki chapga otadigan odamga o'xshaymanmi, a? Senga shikast yetmagan. Hali jang qila olasan, Golem. Unday bo'lsa yaxshi. Xayr, alvido. Bu Omarish simbol. Bizni uyga kirgaz, albatta Stivdan alamimizni olamiz. Albatta yo'q, hech qanday temirga senday ablahlarni kirgizmayman bu uyga. U juda ablah, qabih, iflos inson. Inventarini to'ldirish uchun barcha hayvonlarni o'ldirishga tayyor. Sen uni temir fermasi haqida bilasan? Sen qabih, iflos, juda ham yomon jonzotsan. U esa juda ham oqko'ngil, mehribon va juda ham yaxshi inson. Bu senga. Uni Stivga ber, u seni maqtab qo'yadi. Yana biroz daraja va hamma setni sehrlay olaman. Tushunmadim nima? Qalisan ablah. Bizdan po'riqlarni ancha olding. Endi qaytarish vaqti keldi. Sen qanday chiqib ketding? Qo'rqib ketdingmi? Qo'rqma, men do'stman. Hamma sandiqlarni to'ldirdingmi? Yo'q, faqat bularni emas. Sen juda ham dovyuraksan, qachonki biz o'rmonda yoki qanaqadir korobkada bo'lsak albatta. Xo'sh, seni shunday dovyurakliging qayerga yo'qoldi, a? Necha yuz kundan buyon seni fermingda men paydo bo'laman va har doim o'zimning ukalarim bilan o'lib ketaman. Va mana, seni ajoyib imperiya optingni tugatdim. Kel, biz kelishamiz. Sen bu yerdan ketishing mumkin. Men esa senga teginmayman. Lekin men senga teginaman-da, do'stginam.
Xo'jayin, Bobik sizga plastinka. Kim bo'l Golem? Men hozir bu yerdan ketishim kerak, chunki hozir mana shu yerda zombi apokalipsis boshlanadi. Jenurson Creeper o'zini u kim deb o'ylayapti? Bo'ldi, bas. Bu la'nati joydan tezroq ketishim kerak. Hammasini boshdan boshlayman. Bobik, oldimga. Biz qayerga ketyapmiz? Biz bilasanmi, Golem, tez orada bu yerga armiya keladi. Sen esa uyni himoya qilishda davom etishing kerak. Men senga ishondim, Golem. Alvido. Nima? Bobik! Uni o'ldiramizmi? Yo'q. Men shunchalik xo'jayinim mehriga loyiq emasmanmi? Hammang to'xta. Bu qurt qumrisqaning mehri senga kerak emas. U seni tashlab ketdi. Ketdik. Men senga bitta narsani ko'rsataman. Men ko'zlarimga ishona olmayman. Steve, u juda ham maxluq inson ekan. Bu uning barcha qabih ishlaridan kichkinagina bo'lagi hisoblanadi. Men u tufayli zombiga aylandim. U hamma qilgan ishlarga javob beradi. Biz unga bolalar bilan ovga chiqdik. Xo'sh, bizga qo'shilasanmi? Ha, men Bobikni qaytarishim kerak. Kelinglar, bu yerni biz portlatamiz. Va nega bu fikr mendan chiqmadi-ya? Demak, biz jamoa ekanmiz-da. Jinnilardan tashkil topgan jamoa. Ha, albatta, Steveni tutish uchun. Albatta, Bobikni tutish uchun. Meni sog'ayishim uchun. Men esa menga shunchaki sizlar bilan qiziq.